Maydon mahallasidan kattaroq uy bo'lsa, kirib yashaydigan sharoitda bo'lsa, bitta ko'rsatasizmi deganlar uchun mana ko'rib turibsiz, Maydon mahallasida 9 sotixli uy obzoriga kelganmiz. Assalomu alaykum Angren ahli. Videoni boshidan narxini aytib o'tib ketaman. Arziydimi, yo'qmi? Pastda o'zingiz fikringizni yozib ketsangiz bo'ladi. Mana shunaqa shinam uyda yashasiz. Faqat narxni aytganimdan keyin nima deydi, izoh qoldirishdan oldin bitta o'ylang, ya'ni videomizni oxirigacha ko'ring, arzish yo'qligini keyin yozasiz. Uyimiz uchun $110,000 narx so'rashyapti uy egalari. Mana tashqaridan kelishimiz bilan mana bunaqa kameralar ham bor ekan, uyda xavfsizligi nuqtai nazaridan. Aytgancha manzilga keladigan bo'lsak, shundoqqina Maydon marketdan ichkariga kirib kelganimizda. Qani boshladik, bismillah. Uyga kirganimizda e'tibor bersangiz bo'ladi. Mana bunaqa sharoitda bo'lib turibdi. Uyimiz o'zi, darvozaxonamiz o'zi ham kamida 2-3 ta mashina sig'ib ketadigan sharoitda va kirganimizda chap qo'limizga keladigan bo'lsak, mana bu eshigimiz garaj qismiga bo'ladi. Garaj qismimiz shundoqqina qo'yilgan. Bu yog'imizda kladovka deb qo'yamiz. Omborxona desak ham bo'ladi. O'sha narsalarimiz qo'yib qo'yiladi va bundan bundoq qaraydigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, yozgi oshxonamiz qozonlari bilan birga qilib qo'yilgan. Chiroyli holatda qilingan sharoitda va shkaflarimiz ham qo'yib qo'yilgan. Bu yog'imizda kanalizatsiyalar bor ekan. Ya'ni uyimizning ichida 3 ta hojatxona bo'lsa, 3 ta hojatxonani ham hammasi kanalizatsiyani u yoqqa tortib oladi. Mana bunaqa ajoyib holatda bor. Katta oila uchun ham bu uyimiz bo'ladi. Nimaga deganingizda, aytganimdek, tandirlari bilan birgalikda har bitta xonalarga alohida kirib ketiladigan sharoitda. Va endi bu mana bog' qismlarimiz ko'rib turganingizdek, bundan o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa sharoitda katta uzumzori bilan birgalikda ekan. Xo'p, oynalarimiz hammasi akfadan. Hozir ichkarilarini to'liq ko'rsatib o'taman. Ko'rib turibsiz mana bunaqa va bu joyimizda e'tibor bersangiz bo'ladi. Yozgi kunlari bemalol o'tirsangiz bo'ladigan joy yoki bo'lmasa bu yoqda tapchanlarimiz ham bor ekan, bemalol o'tirsangiz bo'ladigan sharoitda. Endi bu joyimizda mana bunaqa to'g'rimizga kirganimizda bir xonali katta zalimiz bor ekan. Mana ko'rib turibsiz, zallarimiz ajoyib holatda. Juda ham ta'mirlariga e'tibor bersangiz bo'ladi. Chiroyli va qandillari ham xuddi shunaqa yaxshi holatda. Endi bundan chiqadigan bo'lsak, ikkinchi eshigimizni hozir ko'rsatib o'taman. Qo'lni kelib turib yuvib, bemalol o'tirib dasturxonda o'tirsangiz ham bo'ladigan sharoitda va bu tomonimizda ikkinchi kirish eshigimiz, bu tomonimizda ham xuddi shunaqa bitta uyimiz bor. Bularga alohida kirib ko'rsataman. Bu 3-eshigimiz bo'lyapti. Bog'imizga e'tibor bersangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib, keng holatda va bu tomonimizda qo'yxonamiz ham bor ekan. Endi ikkinchi xonamizga kirib ko'rsatamiz. Bu eshigimizda mana shundoqqina kirib kelganimizda e'tibor bersangiz bo'ladi. Koridorimiz kichkinagina holatda va oyoq kiyimlari qishda bemalol tortinmasdan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Endi kirganimizda mana bunaqa bizni juda ham ajoyib holatda supa kutib oladi. Qishda ham issiqqina bo'ladigan holatda oynalarimiz akfa va tashqaridagi o'sha mana ko'rib turibsiz, kameralarimiz uydan ham bemalol ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Kirib kelganimizda mana ko'rib turibsiz, mana shunaqa katta holatda, bolalar ham bemalol qishda o'ynab yursa bo'ladigan holatda va oynalarimiz bor. Bundan kirganimizda o'ng qo'limizda e'tibor bersangiz bo'ladi. Hojatxonalarimiz ham joylashgan ekan. Uy ichida mana chiroyli qilib turib, tahoratlarni olib turib, bemalol ibodatlar uchun qilsa bo'ladigan sharoitda va bundan o'tadigan bo'lsak, endi o'tganimizda e'tibor bersangiz bo'ladi. Uyimiz ichida yuvinish xonalarimiz ham shundoqqina qo'yib qo'yilgan. Mana bunaqa. Xo'p, katyollari bilan birgalikda ichkarida va endi oshxona. Bitta oila uchun o'sha oshxonada kerak bo'lgan narsalar bor. Gaz, suv, svetdan muammolari yo'q bu joylarimizda. Mana ko'rib turibsiz, yaxshigina holatda. Bu tashqari tomonimiz ko'rinadigan tomoni va endi o'tadigan bo'lsak, asosiy qismimiz, ya'ni uyimizni ta'mirli, juda ham ajoyib bo'lgan ta'mirdagi xonadonimizga kirib kelamiz. Endi bu tomonimizda ko'rsangiz bo'ladi. Patologlarimiz o'zi bir ajoyib san'at turida va o'ng tomondan boshlaymiz. O'ng tomondan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, oppoqqina qilib turib devorlarni o'ziga aboylarimiz tortib qo'yilgan, shkaflar qilib qo'yilgan mana bunaqa holatda va qandillarimizni ham chiroylilardan ilib qo'yishgan. Xo'p, ko'rib turganingizdek, hammasi bir-biriga uyqosh deymizmi, uyg'un holatda qilingan. Eshiklarimiz ham oppoq holatda, juda ham ajoyib, zo'r holatda qilib turib qo'yishgan va bundan o'tadigan bo'lsak, mana zal qismimiz, zal debman, yana bitta yotoqxonamiz. Uy egalari ilm ahllari bo'lgan uchun kitoblar juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Mana juda ham bir-biridan ajoyib kitoblarimiz bor. Bu yog'imizda, bu tomonimizda esa mana ko'rib turibsiz, shkaflarimiz joylashgan, kompyuterlar qo'yib qo'yilgan va bundan o'tadigan bo'lsak, endi shundoqqina zal qismimizga kelamiz. Zalni o'zini qarang, kattaligini, juda ham ajoyib holatda, juda ham katta holatda. Ko'rib turibsiz, konditsionerlari ham qo'yib qo'yilgan, patologlarimiz ajoyib holatda.
zo'r bo'lib turibdi. Отоплениyalarimiz ham qo'yib qo'yilgan. Bundan o'tganimizda esa mana bunaqa ko'rib turibsiz. Yotoqxonamiz, kattalar yotoqxonasi juda ham ajoyib holatda qilib qo'yilgan. Bu joylarimiz ham shkaflarimiz bor, yotoqxona o'sha mebellarimiz zo'r va yotoqxonaga e'tibor bersangiz bo'ladi. Deyarli kvartiralardagi bitta o'sha nima desak bo'ladi, zaldan ham ancha katta bo'lgan holatdagi sharoitda. Bu tomondan mana ko'rib tursiz, 3-eshigimiz bo'ladi. 3-eshigimizga shundoq kirib kelganimizda koridor qismimiz qilib qo'yilgan. Akfadan chiroyli qilib turib, issiqqina bo'ladigan holatda. Qishda ya'ni uyimiz bu tomonlarimiz issiq turadi, koridorimizda sovuqda o'zi qolaveradi. Mana ajoyib, juda ham ajoyib holatda. Ko'rib turganingizdek, yangi kelin-kuyovlarga tayyor holatda bezatib qo'yishgan ekan uyimiz egalari. Ajoyib va zal qismimiz. Endi esa bundan o'tadigan bo'lsak, mana bu joyimizga e'tibor bersangiz bo'ladi. Bu joyimiz yotoqxonamiz. Bu tomonimiz zal va bundan ichkariga kirganimizda mana bunaqa zo'r holatda. Bundan ham ajoyibi esa mana bu joyimiz. Ya'ni ko'rib turibsiz, hojatxonamiz va yuvinishxonamiz. Bu 3-eshigimiz. Katta oila uchun mana shu tomondan aytganim juda ham ajoyib bo'ladigan joyi. Hovli qismiga keladigan bo'lsak, uyimiz ichini ko'rib oldingiz. Mana bunaqa katyollar qilib qo'yilgan, qishda mazza qilib turib o'tirishingiz uchun. Ko'rganingizdek va bog' qismimizni ham bitta ko'rsatyapti. Mana e'tibor bersangiz bo'ladi. Yozda mazza qilib turib narsalarni ekib qo'ysangiz bo'ladigan sharoitda. Bu tomonimizda esa aytganimdek uy egalari qo'y uchun yaxshigina joylar qilib qo'yishgan ekan. Hatto o'sha taglarini nima deydi? Chiroyli qilib turib qo'y boqaman deganlar uchun ham mana bunaqa joylarimiz bilan birga qilib qo'yishgan ekan. Taxtalar bilan birgalikda. Va aytganimdek uyimizning narxi mana hammasini ko'rib chiqdingiz. $110,000 arziydimi yo'qmi? Pastda telefon fikrlaringizni yozib ketsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin kimga maydondan mana shunaqa uy kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha tanishlaringizga shundoq jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, balki ular uchun mana shunaqa katta shinam va chiroyli uy nasib qiladigan bo'lsa, bir kun kelib turib siz ham shu uyda mehmon bo'lasiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolar bundan ham chiroyli uylar bo'ladi inshaalloh.